Demak, 5-aprel kuni o'tkaziladigan olimpiadamizga 1-sinfdan to 11-sinfgacha barcha o'quvchilar kelib, matematika, ingliz tili, rus tili, mental arifmetika va shaxmat sport turidan bemalol o'z bilimlari bilan bellashsalar bo'ladi. Va asosiysi, bu olimpiadamizda ota-onalar tarafidan qilingan kichkina qadam o'quvchilarimiz uchun qilingan katta sakrash hisoblanadi. Shunday ekan, barcha ota-onalar va o'quvchilarni olimpiadamizda kutib qolamiz. Bizdan yiroqlashmang. Bundan tashqari, bizda 5-aprel sanasida qatnashgan barcha olimpiada ishtirokchilarimiz uchun 3 kunlik demo darslar, ya'ni to'laqonli ingliz tilida olib boriladigan darslarimiz mutlaqo tekin ravishda o'quvchilarga hadya qilinadi.